Minor somsaga kelganmiz. Mana buni qaranglar, o'chirib tugamayapti. Odam bitta o'chirib oladi, ketidan yana qo'shilaveradi mana. Shu zaylda davom etaveradi. Gap yo'q lekin Alloh baraka berib qo'yganda. Oldin pastroqda bo'lardi, bilsanglar. Hozir mana masjidga ko'chgan. Yo'lni yuziga o'sha yerdan boshlab o'chirib olasizlar, bu yoqqa kelib mana somsalarni olib, go'sht. Qanaqa go'sht? Qo'y go'shti olib ketaverasizlar. Atmosferaga gap bo'lishi mumkin emas, lekin cho'tki qilib bezatib qo'yishibdi. Ichkarilarni. Bu bizning somsalarimiz. Somsani sovsiz yeyolmaydiganlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar. Somsalarni ko'rinishiga bitta baho berib ketinglar. Mana bu tovuqli ekan. Bismillah. Keyin bularni mana bunaqa somsaligisi bor ekan. Qo'y go'shtilik. Kichkinaligini qaranglar, mitti somsa. Minor somsani bilgan biladi. Necha yildan beri ishlashini bilsanglar, yozib ketinglar. Bizga ham foydali bo'ladi. Chempioni baribir mana shu go'shtli somsa. Hammaga birdek yoqimli bo'lgan mol go'shtli somsa. Somsaxo'r tanishinglar bo'ladi. O'shanga jo'natib qo'yinglar videoni. Somsani mazasi har qatda mashalloh. Mashalloh. Deb ko'ringlar. Lokatsiyani Telegram kanalida qoldiramiz. Narxlarni ham chiqarib qo'yamiz bu yoqda. Bismillah.